Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsimiz 11-dars Word dasturida matnlar bilan ishlash. Matnlar bilan ishlashda asosan kerak bo'ladigan narsa bu bizlarda harflar va harflarning katta kichikligi qilishni o'rganish. Birinchi bo'lib bizda asosan matn bor. Sun'iy intellekt va uning insoniyat kelajagidagi o'rni esse matni. Birinchi bo'lib bizlar qilayotgan narsamiz bu Главный menyusidagi Times Roman va Calibre'ni o'rganib chiqish. Buni belgilab olamiz. Asosan Calibri 12 hisoblanadi. Keyingi narsa esa Roman. Roman nima degan ma'nodan yetadi? Roman degani bu harflarning yozuvlarini chiroyliroq, tekisroq, kichkina, katta shakldagi o'rni. Roman har xil turlarga bo'linadi. Mana ko'rishingiz mumkin. Buni chekkaga bossak, har xil turlari chiqadi. Menga masalan mana shu yo'q, mana bu yoqda. Shuni belgilab olamiz va ko'rishingiz mumkinki, hamma narsa o'zgardi. Buni belgilab olib, hammasini o'zgartirishimiz mumkin. Keyingi narsa bu. Buni jирный keyin tagiga chizilgan va egilroq qilish. Bu jирный qilish uchun J ni bossak, mana ko'rishingiz mumkin, jирный bo'ldi. K ni bossak esa bir tomonga qarab yotadi. Ch ni bossak esa tagiga chiziladi. Tagiga chizishni ham har xil turlarini ko'rishimiz mumkin. Ikkitalik chiziq, bitta qalin chiziq, nuqta, har xil turlari bor. Va bu yerda svet подчеркивание. Bu nima ma'noni anglatadi? Bu degani bizlarda o'sha pastiga chizilgan harfni pastiga chizilgan tayoqchani rangi hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil ranglarda belgilashimiz mumkin. Menga masalan qizil yoqdi. Sariq yoqdi. Sariqni belgiladik va ko'rishingiz mumkin, hammasi sariqqa aylandi. Lekin bu bizlarga shart emas. Buni yana belgilab olamiz va hamma narsani o'chirib chiqamiz. Bizlarda yana nima kerak bo'ladigan narsa bu? Calibri. Calibri'ni o'zimiz katta, kichik, o'rtancha qilib joylashtirishimiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin. Calibri asosan 12 hisoblanadi. Va Calibri'ni yana qanday o'zgartirishimiz mumkin? Mana bu yerda ko'rgan bo'lsangiz, kichkina a, katta a o'zgaradi. Katta a ni bosgan paytimiz ikkitaga o'sib boradi. Ya'ni bu ikkitaga o'sib borish tartibida o'sadi. A ni bosib tursak, ko'rishingiz mumkin o'sadi. A kichkina a esa ikkitaga pasaytiradi. Buni yodingizdan chiqarmang. Yana bir narsa bo'yalgan a harfi bilan yozilgan narsa bu nima degani? Bu degani harfning bo'yalganini bildiradi. Orqasidagi soyalari bilan ko'rsatgan narsa bu. Ana shu narsa deyiladi. Mana bizga masalan mana shu yoqda. Mana ko'rishingiz mumkin, matn tubdan o'zgardi. Yana nima bor? Mana bu narsa nima? Bu narsa degani matnni o'sha bitta qatoridagi rang. Buni ham belgilasak bo'ladi. Mana men yashil qilaman. Matnimiz juda chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Bu nima? Bu o'sha matnning rangi. Harfning rangi ya'ni. Harfni shunday rangsak, lekin ko'rinmaydi. Chunki mana bu yerda bizlar bunaqa harfni bunaqa rangga bo'yab bo'ldikda. O'sha uchun bizlarga ko'rinmaydi. Shu narsalarni shunday olgan holda bunga ham o'tkazmoqchi bo'lsak, yana shu ishlarni boshqatdan qilib chiqamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'sh. Mana buni yana belgilaymiz va yashil rangga bo'yaymiz. Mana bu ham xuddi shunday hosil bo'ldi. Keyingi narsa bu matnda berilgan sonlarni, mana bu sonlarni qo'yib chiqish. Bu uchun biz mana bu narsalardan foydalanamiz. Bu degani nuqta qo'yib chiqadi. Mana ko'rishingiz mumkin, nuqta. Mana bu kerak emas. 1. Mana bir sonni qo'yib chiqdi. Agar yana boshqa satr ochmoqchi bo'lsak, 2 avtomatik o'zi qo'yiladi. Va buni 1-2 nuqtani harflisi ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin, har xil turdagilari bor. Mana ABC, A1, A2,
Va mana bular nima? Bular matnni o'rtaga, yonga, chapga qilib ko'rsatadi mana. Bizlarda faqat belgilangani bu bo'lgani uchun hammasini belgilamaymiz. Bizda hammasini belgilaymiz va qilib ko'rsataman mana. Ko'rishingiz mumkin. Hammasi rasmda ko'rsatilgandek belgilanyapti. Lekin bizlarga bu ham shart emas. Yana mana bu narsa nima? Bu zalivka. Zalivkani oldingi darslarimda ham ko'rsatib o'tganman. Bu nima vazifani bajaradi? Bu belgilagan matnimizni bo'yaydi. Mana. Chiroyli ko'rinishga ega bo'ldi. Mana bu narsa nima? Hozir buni belgilab olaylik. Mana bu narsa nima? Bu narsa setka degan ma'noni aytadi. Ya'ni buni tablitsada uchratishimiz mumkin. Psi granitsani bo'lsak, ko'rib turibsizki, pastlariga qora o'zini ajratib olish uchun qora chiziqlar paydo bo'ldi. Buni yo'qotish uchun yana bosamizda va yana bosganimizdan so'ng psi granitsani o'chirib qo'ysak, bu narsalar yana yo'qoladi. Yana bu narsalar nima? Bu narsalar o'sha matnni har xil tarzda ko'rsatilishi, bu ana shu narsalar bilan bog'liq. Mana ko'rishingiz mumkin. Pastga, tepaga, yonga qilib mana ko'rsatadilar. Bitta harfni belgilaganim uchun menda hammasi ko'rsatilmayapti. Men hamma harf belgilayman. Bosamiz, mana ko'rishingiz mumkin. O'zgarib bormoqda. Buffer obmeni. Bu nima ma'noni anglatadi? Buffer obmeni bu o'sha chetdagi santimetrlarni o'zgartirish. Bu bizlarga shart emas. Shrift ko'rsatib o'taman. Shrift nima ma'noni anglatadi? Ya'ni rangni yoki harfni katta kichikligi. Mana harfni mana bu tomondan ham o'zgartirsak bo'ladi. Va bossak harf kattalashadi. Lekin bizlar belgilaganimiz yo'q. Belgilaymiz. Shriftga kiramiz va eng kattasini tanlaymiz. 36. Mana ko'rib turibsizki, harf kattalashdi. Abzasni oldingi darslarimda ham ko'rsatib o'tganman, bu darsimda ham ko'rsataman. Abzas nima degan ma'noni anglatadi? Abzas degani bitta matnni ikkiga bo'luvchi narsa abzas deyiladi. Ya'ni nuqtadan keyin bitta qator tuzsak, abzas deb nomlanadi o'sha. Stil nima ma'noni anglatadi? Stil har xil stillar bor. Markirovание, список, название kniги, abzas hamma narsa abzas spiska, hamma narsa o'sha stil hisoblanadi. Bu narsa bizlarga shart emas. Keyingi darslarimda bu narsalarni ko'rsatib o'taman. Xayr, sog' bo'ling.